SSR qanday mamlakat edi? Qisqacha tarixi. 1924-yilda Lenin o'ldi va partiyadagi ikkinchi kishi Trotskiy sotqin ekanligi ma'lum bo'ldi. 24-yil. Ya'ni g'oyaviy asoschilardan biri sotqin. Kamenev, Zinoviev, Bukharin va Stalin Trotskiyni mag'lub qilib, SSRdan quvg'in qilishdi 27-yilda. 2 yil o'tgach, boyagi quvg'in qilganlarning ichida Kamenev va Zinoviev va Bukharinlar ham endi sotqin va zarar kunanda bo'lib chiqdi. Ular otilib ketdi. Ingliz shpionlar ham bo'ldi. Shpion. Shunda Mardonavar o'rtoq Genrix Yagida ularni hibsga oldi. Qarang. Sal biroz o'tib, Yagida ham dushman agenti ekan. Uni Yejov va uni Yejov hibsga oldi. Qarang. Ammo yana 2 yildan so'ng Yejovning o'zi ham hech qanaqa o'rtoq emas va xoin va dushman agenti ekanligi bilinib qoldi. Va Beriya Yejovni hibsga oldi va u ham otilib ketdi. Dahi Stalin o'ldi 1953-yilda va hamma birdaniga Beriyani sotqinligini bilib qoldi. Shunda Zhukov Beriyani hibsga oldi va uni ham imijida otib o'ldirishdi. Ingliz razvedkasining agenti. Beriya Ingliz razvedkasining agenti. Endi buni qarang, ko'p o'tmay Xrushchev Zhukovni ham dushman va fitnachi ekanligini bilib qoldi. Va uni ham ishdan olib Uralga surgun qilib yubordi. Hech vaqt o'tmay Stalinda ham jiddiy nuqsonlari bo'lganligi ma'lum bo'ldi 1956-yil 20-yilda. Shu bilan birga siyosiy byuro a'zolarining ko'pchiligi ham unga sherik bo'lgan ekan. Tezda Stalinni ham mavzoledan olib chiqib devor ostiga ko'mib yuborishdi. Siyosiy byuro gigantlari va ularga ilakishgan Shepirovni ham Xrushchev boshchiligida softil partiya jonkuyarlari haydadilar. Endi qarang, endi bo'ldi, endi partiya mana top-toza bo'ldi deyishgandi. Lekin bir necha yil o'tib Xrushchev ham populist bo'lib chiqdi. Voluntarist, tovlamachi va dushmanligi ma'lum bo'ldi. Shunda Brejnev boshchiligidagi partiya Xrushchevni nafaqaga kuzatdi 64-yil. Yillar o'tgach, u ham zarar kunanda va turg'unlik sababchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Va Brejnevni ham endi KGBning sobiq boshlig'i Andropov uni ham o'sha qoraladi va ular ham nima qilishdi. Ana shundagina oxirgi bo'lib Gorbachev degan odam hokimiyat tepasiga keldi. Aniqlanishicha Gorbachev davrida butun partiya zarar kunandalar partiyasi ekanligi ma'lum bo'ldi va hammasini yangidan isloh qilish boshlandi. Ana shunda SSRning o'zi to'kilib ketdi.